Assalomu alaykum hammaga. Agar ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, tibbiyot talabasini may oyida qilib o'tgan ishlarini nimalar qildi shu haqida bilib olasiz. 5 ta kategoriya bo'yicha. Birinchisi universitet, ikkinchisi sport, uchinchisi kitob va kino va oxirida nemis tili. Nemis tilini o'rganyapman, o'shaning uchun nemis tili kategoriyasini ham bor. Xo'sh, universitet bo'yicha universitet bo'yicha bizda may oxirlarida ikkita fandan oraliq imtihon bo'lib o'tdi va bu mana shu ikkita oraliq imtihonga tayyorgarlik ko'rdim va o'tdim. Bular og'zaki bo'ladi, og'zaki bo'ldi. Xo'sh, keyin universitetdagi fanlar yopildi hammasi. Ikkinchi kursni tugatdim va bizda iyun oyida 4 ta fandan sessiya imtihoni bo'lib o'tishi kerak edi. Mana shu imtihonga tayyorgarlik ko'rishni boshladim oyning oxiridan boshlab. Universitet mana shunday bo'ldi. Universitet tugadi, fanlar yopildi, ikkita imtihondan o'tdim may oyida. Universitet bo'yicha yangiligi mana shundan iborat edi. Sport bo'yicha may oyida 93 kilometr yugurdim. Chunki to'liq marafon masofasini yugurib o'tish uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Ya'ni 42 kilometr masofani yugurib o'tish uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Bu bir oy davomida 93 kilometr bo'ldi. Va 5 marta workout, ya'ni turnik yoki gantel yoki anjumanya shu kabi mashqlarni 5 kun davomida qilganman, ya'ni 5 marta shug'ullanganman. Xo'sh, kitob kategoriyasiga keladigan bo'lsak, kitobni shu paytgacha mayda boshida o'qimayotgandim, chunki ishlar ko'p, imtihonlar ko'p edi. Shuning uchun ozgina to'xtatib turgandim va 20-maydan keyin kitob o'qishni yana yo'lga qo'ydim. Fooled by Randomness, Nasim Nicholas Talebni Fooled by Randomness kitobini boshladim. Bu kitobni oldin o'qishni boshlagandim, lekin oxiriga yetmagandim. Mana shu kitobni oxiriga yetkazib qo'yish uchun kitob o'qishni mana shu kitobdan boshladim. Keyingi kategoriyamiz bu kino. Kategoriyasi men kino ko'rishni boshladim. Hozircha o'zbek tilidagilarni aniqlayman, ko'rib chiqyapman. Keyinchalik maqsadim bor, ingliz tilida, nemis tilida kino, seriallar ko'rishni yo'lga qo'yish rejalarim bor. Birinchi bo'lib may oyida Money Heist, ya'ni o'zbek tiliga qog'oz bino deb tarjima qilingan ekan. Mana shu kino serialni ko'rdim. Bu 25 ta seriyadan iborat, o'rtacha 40-45 minutlik seriyalar. Buni kino serialning mazmuni o'g'rilar yig'ilib katta banklarni o'g'irlikka tushadi. Bunda bitta professor laqabli aqlli inson bo'ladi. O'sha inson bilan reja tuzib bankni o'g'irlashga tushadi. O'shandagi jarayonlar, har xil fikrlar shular naqala bo'ladi. Juda qiziq. Men buni ko'rib, keyingi qismda nima bo'lar ekan deb qanday tugatib qo'yganimni bilmay qoldim. Albatta kinoni o'zbek tilida ko'rdim. Ikkinchi kino serial bu oyda oxirida boshladim, ya'ni Narcos nomli Pablo Escobar narkobaron haqidagi kino. Juda qiziq, menga yoqdi. Uni tuzilishi, voqealar rivoji, borishi hammasi menga yoqdi. Shuning uchun ko'rishni boshladim oyning oxirida. Lekin hali ko'rib tugatganim yo'q. Bu ham menimcha 20-25 ta seriyadan iborat edi. Va oxirgi kategoriya bu nemis tili. Nemis tili bo'yicha juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Men aprel oyida Blitz o'quv markazining direktori Mirzohid Berdiboyev menga va bir necha Blitz o'quvchilariga va'da bergandiki, imtihonga kirib
bittada olib chiqsanglar, men o'sha imtihon pullarini sizlarga 100% qaytarib beraman. Bo'ladimi? Kameraga olyapti. Faqat rosa olmayapti. O'shacha chaqiring sizlarni. Faqat sharti bittada kirib bittada olib chiqasizlar. Qanaqa sertifikat farqi yo'q. Telk yo'ti farqi yo'q. B2, B1 emas, B2 yoki testdan. Tushunarli? Kirasizlar va sizga ham tegishli. Siz ham uyingda eslab qoling. Topshiraman lekin. Siz B1 topshirasiz. Men sizga B1 bo'lsa ham mayli. Tushundingiz-a? Faqat sharti, hozir ism familiya so'rab olaman hammanikini. Kirasizlar, bittada topshirib, bittada olib chiqasizlar. Shuncha qattiq o'qishlari kerak bo'ladi, 1 oy va 2 oy vaqtlaymiz. Kelishdik-a? 2,5. Gap. Faqat bittada olib chiqish kerak. Keyin yapti video qilamiz. Kelishdik? May oyida TELK o'zingiz maqsad qilgan B2 sertifikatni qo'lga kiritsangiz yoki TELK yoki GYOTA yoki boshqa sertifikatni birortasini bitta urinishda qo'lga kiritsangiz, men sizga o'sha imtihonga registratsiya qilishdagi to'lov pulingizni qaytarib beraman deb va'da bergandilar va buni Instagram sahifaga joylagandilar bu videoni. Va shundan motivatsiya olib tavakkal qilib mayda 21-kuniga registratsiya qildim TELK B2 imtihoniga. Hozir aprelda registratsiya qildim, mayni 21-kuni imtihonga kirish uchun. Va aprel oylarida men B2 ni Blitzda o'qib yurardim. Keyin 1 oy davomida mayda to'liq vorbereitung, ya'ni tayyorgarlik bo'ldi imtihonga. Imtihon sferasiga tayyorgarlik bo'ldi va tayyorgarlik ko'rib 21-kuni imtihonga kirib chiqdim. TELK B2 imtihoniga. Bu haqida xudo xolasa video tayyorlayman. Buni javobi nima bo'ldi, rezultat ola oldimmi, ola olmadimmi, jarayon qanday bo'ldi, tayyorgarlik qanday bo'ldi va imtihon davomidagi taassurotlarim qanday bo'ldi. Shu haqida xudo xolasa video tayyorlayman. May oyida mana shular bilan o'tdi. Sport bo'yicha iyulni birinchi yarmida xudo xolasa to'liq marafon yugurib o'tmoqchiman. Shuning uchun tayyorgarlikni davom ettiraman. 21-chi o'sha nemis tili imtihoni bo'lgungacha kamroq sport bilan shug'ullandim. Kamroq kitobni deyarli o'qimadim desak ham bo'ladi. Asosiy e'tibor shu nemis tilidan sertifikat olishga qaratildi va imtihonga kirib chiqqandan so'ng sirazi ertasi kundan boshlab har kuni yugurishga chiqishni boshladim va o'sha 93 kilometr bo'libdi. Shunaqa xudo xolasa iyun oyidagi maqsadlar, iyun oyida уже bizda institut yo'q. Institut fanlari o'tilmaydi, dam. Shuning uchun boshqacha rejalar shaxsiy rivojlanishga doir va boshqa kategoriyalarda maqsadlar qo'yib, reja qo'yib davom etamiz. Shunaqa. Tibbiyot talabasini may oyi mana shunday o'tdi. Agar sizni may oyi oyingiz qanday o'tdi, qanday o'zgarishlar bo'ldi, nimalar qildingiz, nimalarga ulgurdingiz, nimalarga ulgura olmadingiz, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, keyingi video kontentlarda ko'rishguncha.